0 dan 3 oygacha bo'lgan chaqaloqlar uchun eng kerakli bo'lgan top 3 ta mahsulot. Videoni oxirigacha ko'ringlar, aniq foydali bo'ladi. Birinchisi bu ortopedik yostiqlarimiz bo'ladi. 0 oylikdan boshlab farzandinglar uchun foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Chunki bolajoninglarning boshini detalini buzilishini oldini oladi bu narsa. Bilasizlar, bolajonlar ko'p yotgani uchun boshini orqasi tekis bo'lib qolish ehtimoli juda ham katta. Bu aynan o'sha narsani oldini olib beradi. Ikkinchisi bu bolajonlarning qornining dam bo'lishini oldini olib beradigan poyesimiz bo'ladi. O'zingizga ma'lum, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning qorni dam bo'lishi bu tabiiy hol. Bu aynan o'sha narsani oldini olib beradi. Effekti juda ham yaxshi. Tabiiy olcha danaklardan tashkil topgan. Shundoq qizdirasizlar, bolajonning qorniga bog'lab qo'ysanglar, og'riqdan asar ham qolmaydi. Va nihoyat 3-mahsulotimiz bu yo'rgaklar va spalniy meshoklar bo'ladi. Bu nima uchun xizmat qiladi? Bu yangi tug'ilgan bolajoninglarni yo'rgaklash uchun bu juda ham zo'r variant. Bolajoninglarning qo'l oyog'i issiq turadi, qo'lidan cho'chib ketmaydi va tanasini bir maromda ushlab turishiga yordam beradi. Ham lipochkali variantidan, ham zamokli variantidan foydalansanglar bo'ladi.